Xitoydan Primo spes texnikalar olib keladigan joyga kelganman. Ko'rayotgan narsangiz kichkinagina даже qoram sursa bo'laveradi bunda, to'g'rimi? Narsa yuklasa ham bo'laveradi, tushirsa ham bo'laveradi. Bu yonida yana bitta traktor turibdi meni, yonida kara turibdi. Undan tashqari podyomniy turibdi. Podyomniyda ham любой joyga borib yuk ham ko'tarsa bo'laveradi, to'g'rimi? Shunaqa ekan. Podyomniyda o'zida. Mana boshidan ko'rsatsa ekan, mana bu tomonda mana pagrushchilarimiz mana 1 kubalik, 09 kubalik, 106 soat kuchli. Hammasini narxini oxirgisini aytib ketaveramiz. Odamlar so'ramasligi uchun. Mana shu $11,200 dan. $11,200 dan 78 soat kuch, 106 soat kuch, 78 kilovatt. Bu narsamiz ekan mana bu $5,500 dan hali arzonidan emas, zakazga qilingan. Xitoyda o'zida ham zakazga sotganmiz. Mana o'zi tushunadiganlar biladi. $5,500 dan. Ikkalasi bir xil narsa. Ikkalasi bir xil narsa. Mana podyomnilar, bu misol bitta bor narsalarimiz ekan. Boshqacha mana podyomnilarni hamma odamga so'rab ko'rsa bo'ladi. Mana 8 metrli podyomniyimiz $3,000 oxirgi qo'lga tegadigan narxi bizda. $3,000. 500 kilo ko'taradi. 500 kilo. 3,5 4,000 gacha sotiladi bu. Karachi. Qaramiz bu yangi partiyalari $6,100 dan. $6,100. Oxirgi narxni aytyapmiz. Buni oldida pagrushchilar ham bor, pagrushchi qilishlar. Traktorimiz 80 watt kuchli, 804 modeli. Turbo motor ekonomishniy variantda. Hozir sizni o'sha obunachilaringizga oxirgi narxlarni aytyapsiz ekan. Aytib ketyapsiz. Bundan tashqari qoliplari, boshqa narsalar. Hammasi, so'l mana shu yerda ko'rgan hamma narsa Xitoydan kelgan. Nima hisobini qilishadi? O'zbekistonchida eng arzon narx, tashi gapimizga javob qilamiz. Dastavka qilib berishchi O'zbekistonchi. Vodiy ichida dastavkasi ekan, vodiy ichida. Endi Toshkentga vohaga kelishlanadi. Vodiy ichiga tekan shu. Bepul qilib berasiz. Bepul beramiz. Traktor, podyomnik, ekskavator hammasidan bor. Ekranda telefon nomeri turibdi. Aloqa qilsalar bo'ladi. Dom quruvchilar bo'lsa bemalol rimskiy kolonnalar bor. Bundan tashqari balkonlarga qo'yadigan perillalari ham bor. Aloqaga chiqib kelaverasiz. Alakbos Farg'ona shahrida turibdi bu hamma narsa.